Firibgarlik turlari kundan kunga o'zgarib boryapti. Deylik, 10 yilcha oldin firibgarlarning usullari ham oddiyroq, soddaroq edi. Ya'ni kelib ishontiribki, sen menga 10 ming pul ber, seni 10 mingni sen uchun buncha qilib beraman degan mazmunda aldab, ishonch kirib olib ketadi. Hozir ishonch kirish usullari ham o'zgarib boryapti. Ya'ni firibgarlar ham qanaqadir ma'noda rivojlanib boryapti. Uchrab turgan holatlardan biri, bu ayanchli holat desa ham bo'ladi. Firibgar boshqa yo'llardan foydalanyapti hozir. Ya'ni o'zini o'sha jabrlanuvchining oldiga kelib, aqlga sig'mas bir biznes plan bilan keladi. Unga kelib, kredit olmoqchiligini, hammasi tayyorligini faqatgina bitta garov yetishmayapti. Sen o'sha garovni qo'yib, menga kredit olib berishga yordam bersang bo'ldi. Kredit men nomimga chiqadi, o'zim to'layman, faqat sendan yordam garov bo'ladi degan mazmunda kreditni olib, kredit olingandan keyin u ko'rinib turibdiki, u pul to'lamaydi. Oxir oqibat haligi garov qo'ygan odam ko'rda kuyib qo'yapti. Shunga tavsiya qilardimki, biron bir odam bilan biron muomala kirilayotganda pul oldi bersa bo'ladimi yoki bo'lmasa qanaqadir tavr olsa bo'ladimi? Albatta bu narsa tilxat asosida qilinishi kerak, aks ettirilishi kerak bo'ladi. O'shandagina ertaga ko'ngilsizlik bo'lgan bo'lsa, pulni qaytarib bermasa yoki pulni qaytarib berishdan bo'yin tovlasa, u holat chora ko'rsa bo'ladi. Haligacha uchrab turadigan holat, men bu taniyman bu odam, meni aldamaydi, men tanishim degan mazmunda o'zaro lavlashib, og'zaki kelishuv asosida pul beriladi. Og'zaki kelishuv asosida pul berilgandan keyin uni isbotlab bo'lmaydi. Ya'ni ertaga biron bir joyga arizadan borilganda unga asos kerak bo'ladi. Jinoiy ish qo'zg'atishga, uni chora ko'rishga asos nima? Asos tilxat yoki bo'lmasa o'sha jarayonni aks ettirgan video lavha. Juda bo'lmaganda ovozli zapis bo'lishi kerak bo'ladi. O'shanda biron bir chora ko'rsa bo'ladi. Agar sizda ham shunday muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling, biz sizga yordam beramiz.